Qadrli obunachilar, Qo'y biznes kanalining qadrli obunachilari, videoni boshidan oxirigacha o'tkazmanglar. Ya'ni xudo xolasa bugun bozorda qo'yamiz. Bozorda sotiladigan, ya'ni o'zimizda qo'yib beraman. Boqilyapti turgan qo'chqonlar, xudo xolasa zoti tozalaridan xudo xolasa sizlar uchun chiqarib beraman. Ya'ni boqilyapti turgan qo'ylarimizdan xudo xolasa ya'ni nechta? Birinchi partiyamiz 40 ta, 60 ta xudo xolasa zo'rlardan chiqarib qo'ydi. Barra qo'l so'ragan, narxini yengil so'ragan obunachilar bo'lsa 4 milliondan qo'yilib turgan barralar xudo xolasa qancha? 500 ming, 600 mingdan arzon qo'yib beraman qadrli obunachilar. Urug'liqqa ham, nasllikka ham xudo xolasa qo'chqonlar zo'rlaridan bor. Qurbonliqqa boqaman degan obunachilar uchun telefon qilaveringlar. 100 emas, 300 so'z ishlaringni bitirib beraman. Qani ke. Assalomu alaykum. Qo'y biznes kanalining qadrli obunachilar. Xudo xolasa videoni boshidan like bosib, obuna tugmachalarini bosib turinglar qadrli obunachilar. Ya'ni o'zimizda qo'y fermadan xudo xolasa yirik qo'chqonlar sotuvga chiqdi qadrli obunachilar. Bunaqa shansni o'tkazmanglar qadrli obunachilar. Qo'ydi zo'rlaridan zot yo'nalishiga boqaman degan obunachilar uchun tavsiya qilib qolamiz qadrli obunachilar. Xudo xolasa 2026-yil 14-aprel haftaning seshanba tongida xudo xolasa videolarimiz ustida ish olib bormoqdamiz qadrli obunachilar. Mana shunday xudo xolasa sariqlaridan, oqidan, ko'kidan xudo xolasa rangi tozalardan xudo xolasa sizlar uchun olib chiqib qo'ydik qadrli obunachilar. Bitta olaman, 5 ta olaman, nasllikka, ishqibozchilikka 10 ta baho olman degan obunachilar bugun telefon qilishaversin. 100 ishlaydi, bitadi qadrli obunachilar. Barra qo'zi so'raganlar, oxir partiyamiz 3 partiya qo'zi chiqaramiz, oxiriga barralarni chiqaramiz. Ya'ni ikkinchi partiyamizga qo'yimizda ukalarini chiqaramiz qadrli obunachilar. Birinchi partiyalarimiz soni 40 boshqa qadrli obunachilar. 40 ta suyak yiriklaridan yemini yeb turgan joyidan yemga o'tayam tayyoridan. Yerda ishda hamma jeti sinovdan o'tgan bu qo'ylar. Oburasizlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Yemda Zatring beraverasizlar qadrli obunachilar. Qurbonliqqa deysizlarmi, zot yo'nalishga, hamma yo'nalishga xudo xolasa ishqibozchilikka boqaman degan obunachilar uchun ham yetadi bu qo'yimizning soni mana bitta. Oqini ham ko'ringlar, ey. Oqda ishqibozlar Toshkentda, sariq qo'yda ham ishqibozlar Toshkentlik hojibolar o'ta so'rashardi. Keyin 40 ta, 50 ta, 100 ta Toshkentga olishgan. Xudo xolasa o'shalar uchun maxsus bo'ladi. Hammalar uchun Qo'y biznes kanalining qadrli obunachilar uchun bu video maxsus bo'laveradi. Qadrli obunachilar 40 tasi hammasi qo'chqor. Yosh oylik, 12 oylik atrofidagi qo'zi-qo'chqonlar. Bo'ybastiga keladigan bo'lsak, bo'ybastida telefon qilsalar o'lchab beraman. Hammasi bir qator o'lchab beraveraman qadrli obunachilar. Uka bitta olaman, 5 ta olaman, urug'liqqa boqaman, yo'qsam go'sht yo'nalishiga boqaman degan obunachilar telefon qilsa, xohlaganlaringni video kamerada ko'rsatib, to'la-to'kis videolarni qilib, bo'ybastilarni o'lchab, hamma ma'lumotni telefonda beraveraman qadrli obunachilar. Mana urug'liqqa so'ragan insonlar uchun mana oqidan, ko'kidan, ya'ni bitta ko'kimiz ham bor. Qadrli obunachilar, ko'kt ko'ryapsizlarmi? Bitta yirigidan. Oldi yelkasi bir xil, oldi bilan orqa beli qismi bir xil qadrli obunachilar. Mana bular bo'yiga kelgan 85 dan 90 gacha olaveringlar qadrli obunachilar. Telefon qilsalar bir qator o'zlaringga ko'rsatib o'taman qadrli obunachilar. Mana urug'liqqa so'ragan insonlar uchun mana qadrli obunachilar. Bularda haliga nima desa bo'ladi? Ko'p maqtashni keragi yo'q qadrli obunachilar. Ya'ni o'zlaring bilib turibsizlar, boqilyapti turgan qo'zi-qo'chqonlar dedik. Oburasizlar yemini tayyor qo'y. Yemini beraverasizlar mana. Yem yeyishini ko'rib turibsizlar. Odamda kuchi yetmaydi bu qo'ylarga. Endi ushlab video cho'zilib ketadi qadrli obunachilar. Bitta ushlab bo'yini ko'rsatib qo'yamiz. Mana qo'ylar badani semiz qadrli obunachilar mana. Ko'rib turibsizlar. Mana bel qismi qara mana. Kalla garbonoz, hamma tarafi xudo xolasa zo'r kelishgan qo'zi-qo'chqonlar ketdi. Bular endi narxiga keladigan bo'lsa, narxini qadrli obunachilar 7 million, 6,5 million deb o'aliga balanddan kelishi kerak. Yo'q, yemga tayyor qo'y. Narxiga keladigan bo'lsa, qadrli obunachilar 40 tasini olinglar 6 million so'mdan chiroyli kamini qilib beraman. Qadrli obunachilar, faqat Fayzullohdan bo'lyapti bugun. Narx qattiq sinadi qadrli obunachilar. Tayyor turinglar. Narxini eshitib hayron qolmanglar qadrli obunachilar. Hech qayda bermaydigan narx qo'yib beraveraman qadrli obunachilar. Narxga kelamiz 6 milliondan mana 150 ming, 100 ming demaymiz qadrli obunachilar. 200 ming so'mdan o'tib beraman qadrli obunachilar. 5 million 800 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabkasini qilib 40 tasini olgan insonga yetkazib beraman qadrli obunachilar. Yo'q, Fayzullah, men 40 tasini olyapman. Yana ozgina siylab ber degan inson uchun qasoni 40 ta 4 million so'm yana o'tib beraman. 4 million 5 million 700 ming so'mdan 40 tasini bir joyga olgan insonga yetkazib beraman. 5 million 700 ming so'mdan. Ichidan terib olaman uka. Terib olaman degan obunachilar uchun kelishaveramiz qadrli obunachilar. Mana ko'kini olasizlarmi, sarig'ini olasizlarmi, urug'liqqa zo'raysizlarmi? Ozginadan piylusi bor qadrli obunachilar. Ozginadan piylusi yuradi. Mana qo'chqarni ko'rib turibsizlarmi? Mana.
o'ta nakachinni qo'chqorda bu. Mana qadrli obunachilar, mana yakkalanganda qo'y ko'rinaveradi qadrli obunachilar mana. Mana mashinadan bitta o'tib ketyapti, ko'ringlar qadrli obunachilar. 5.700.000 so'mdan optimiga 40 tasini olgan insonga tanlab olishga kelishaveramiz qadrlaymiz. Bitta olaman, 5 ta olaman, go'sht yo'nalishiga olaman degan insonlar uchun hamma yo'nalishiga bor kelishaveramiz qadrlaymiz. Telefon aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolisa qolib ketgan ma'lumotlarni hammasini o'zlaringga yetkazib beraman qadrli obunachilar. Telefon nomeri ekran ostida qadrli obunachilar. Mana. Bitta olasizlarmi, 10 ta olasizlarmi, maqsad sotish buni. Bitta olsalaring, 10 ta olsalaring, 40 ta olsalaring sotaman qadrli obunachilar. Mana bu birinchi partiyalarimiz. Tanlab olishga kelishamiz. Optimiga 5.700.000 so'mdan bir joyga Toshkentgacha dastavkasini qilib yetkazib beraman. Hol-hollardan ham bor qadrli obunachilar. Qashqasidan zo'ringizlar, hammasidan bor. Qani ketdi ikkinchi partiyalarimizga. Obunachilar, xudo xolasa mana, ash birinchi partiyamizda ukalari qadrli obunachilar. Mana. Ko'rib turibsizlar, hammasi sariqlaridan, buni ham ichida 5 ta qorasidan bor, 15 ta sariqdan bor. Soni 20 bosh qadrli obunachi. 20 tasini hammasi qo'chqor. Mana. Yosh o'liga kelamiz, 10 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar. Bittasini bo'yini ko'rib beraylik, mana badani semiz. Ya'ni bitta obunachimizni qo'yib bu ham qadrli obunachi. Bitta obunachi oladi, yemga o'ta ham tayyor bu ham. Mana yedi ishda sog'lik salomatlar aytganimda sinovda o'tgan. Boqilyapti turgan qo'chqor mana bo'yi. Xudo xolasa 79. Mana. Mana qadrli obunachi. Kalla boshlari ham, dim boshlari ham xudo xolasa kelishgan qo'zi qo'chqorlar. Mana. Yana bittasini bo'yini ko'rib beramiz qadrli obunachilar. Shularning farqi yo'q, shularning. Mana. Uncha ushlatmaydi qadrli obunachilar. Bo'y basti buni 82. Qadrli obunachilar 80 plus minusga olaveringlar. Buni bo'yi qiziq emas, sorti qiziq, zoti qiziq qadrli obunachilar mana. Bu ikkinchi partiyalarimiz, uchinchi partiyalarimiz xudo xolasa qo'zlarimiz ham bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxiga 5.700.000 so'mdan qo'ydik qadrli obunachilar. Bunga ham bittasini insatsiya qilamiz qadrli obunachilar. 5.5 million so'mdan berasizlar, dastavkalarni qilib yetkazib beraman. Yoshroqdan uzoqroq boqaman, zot yo'nalishiga degan obunachilar uchun mahinalarni tavsiya qilib qo'yaveramiz qadrli obunachilar. Mana. 5.5 million so'mdan chiroyli kamini qilib beramiz. Kamini nechta pul ekan degan obunachilar uchun 50 ming, 100 ming maydalashimiz qadrlan. Bir joyga olinglar, 5 million 300 ming so'mdan dastavkalarni qilib yetkazib beraman. Ichida tanlab olaman degan obunachilar uchun 100 ming, 200 ming plyusi bor. Tanlashingizga qarab kelishaveramiz qadrli obunachilar mana. Bu ham 20 ta bitta obunachini qo'y. Qani ketdik 3-chi partiyalarga. 3-chi partiyalarimizga 6 ta ishqibozchilikka boqib yurgani, puli yengil qo'zi keladigan obunachilar uchun mana 6 dona soni. Hammasi qo'chqor. Bitta sariqdan, bitta olapakisidan bor, 4 ta qora kashtanidan bor qadrli obunachilar. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi tikka dumba, raketa dumbalaridan. Hamma tarafi xudo xolasa zo'r kelishgan qo'ylar akalar. Olinglar, xudo xolasa azazdan kepani berib turgan foydani zo'r qilaman degan varianti. Buni qisqa qilamiz qadrli obunachilar, narxini aytib o'tib ketamiz. Yosh oylik, 3 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqor, 3 oylik atrofida. 6 tasi ham qo'chqor. Narxiga keladigan bo'lsa 4 million, 3,5 million yo'q qadrli obunachilar. Bitta joyga olinglar. 3 million 300 ming so'mdan dastavkalarni qilib yetkazib beraman. Mana, ko'rib turibsizlar. 3 million 300 ming so'mdan bir joyga olgan insonga yetkazib beraman. 3 million 300 ming Toshkentgacha dastavkalari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.